Mayra, bir muhim ishimizni unutib qolgandek turmiz. To'g'ri. To'rdan kelayotgan uchur inkaslarga diqqat qilishni unutib qolibmiz. To'g'ri. Bir ko'rib baqaylik. Ko'rib baqaylik. Mana, marhamat. Mushuna ichidan biz bir oz umumiy bo'lgan savoldan birni so'rab baqsak, bu savol bizningki Davud Mahmud apandidan so'ralibdi. Davud aka, yaxshimisiz? Sizningcha ijodiyat shaklida an'anaviylikka qanchalik darajada o'rin berish kerak? Biz klassik ijodiyat deganimizda u o'zining davrisini bardoshlik beradigan, zaman ro'yiga moslashgan, hamda bir davrdan bir davrga haliqib, dadil qadam bilan yana bir davrga haliqib kiradigan bu ijodiyat, klassik ijodiyat mavjud bo'lib turalaydi. Biz tarixdan misol qilsak, biz ayni vaqtda o'tgan Farabi, Qadirxon, Amonisaxon qatorliq ustozlarimiz qoldirib ketgan 12 muqom va xalqimiz tarafidan ijod qilinib kelgan bizning xalq naqshlarimiz. Anglaydigan bo'lsak, hozir anglaplam ayni vaqtdagi tariximiz, ayni vaqtdagi madaniyatimizga nazar tashlamaymiz. Anvada shuni his qilib o'talaydi. Demak, har tarixning, har davrning o'zgarishlik aloyiligi, o'zgarishlik jarayoni bo'ladi. Bu yerda deyilgan gap, hozir nurg'a yoshlarimiz, nurg'a yosh kompozityorlar, yosh muzika ijod qilish havaskorlar maydonga kelotdi, yaxshi asarlarni maydonga barliq keltirotdi. Bundan biz faxrlanamiz. Deyilgan gap, klassiklik qandoq qilganda hurmat qilib degan gap kelganda, material to'plashga, material egallashga alohida ahamiyat bersa. Bu deganim 12 muqom deymiz, xalq naqshlar deymiz. Bularningki mayli adabiyot bo'lmasin, mayli melodiyaga alohida bo'lmasin, mayli ahang qurilmish shakli bo'lmasin. Buning ahamiyat berish orqali buni qabul qilganda biz cho'qim buning klassikligiga, buning varis qilishiga, keyingi avlodga davrdan davr yetkazib berishga biz kapillatlik qila olamiz deyman.
Seni her joyda görgenler Güya asmanda aydaydı Seni deccendeki semmu Kimi